Ortiqcha vazn, o't dumlanishi, semizlik, ovqat yaxshi hazm bo'lmasligi sizni qiynayaptimi? Sizga 10 ming so'mga dorixona sharoitida oddiy yechim bor. Buning uchun chortoq suvini olamiz va dorixonada 5 ming sotiladigan halosas sirupini olamiz. Bu halosas bu namatak qiyomi hisoblanadi. Suyuqrog'i shponik, quyuqrog'i halosas deyiladi. Olasiz va buni qo'shasiz. Bu chanqog'ingizni qondiradi hamda o't dumlanishi, jigarda atrofidagi yog' bosishlarni, ortiqcha vaznni kamaytiradi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi, oshqozonni normal ishlashiga olib keladi. Savollar bo'lsa kommentariyada yozing. Ortiqcha vazn, o'tidagi muammosi bor, oshqozonni yaxshi ovqat hazm qilayotgan yaqinlarga jo'natib qo'ying. Albatta foydasi tegadi.